Yengil yuk mashina segmentidagi eng talabga kuchli bo'layotgan FAV Tiger VR shassisi haqida bugun gaplashamiz. Shassi qismi 2,5 tonnagacha yukni ko'tara oladi. Buni xohlasangiz bartavoy qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz shtorni qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz furgon qilib yopib qo'ysangiz bo'ladi, refrigerator ham qo'ysangiz bo'ladi. Kelaylik kimlar uchun mosligini hozir sanab o'taman. Ushbu gabarit qaysi bizneslarga mos keladi? Xo'sh, mebel sohasida ishlatsa bo'ladi, eshik sohasida, darvozalar sohasida, marketplace, qurilishmi, oziq-ovqat do'konlari uchun bu 2,5 tonna ideal variant. Yuk mashinamizning asosiy parametrlarini sizlarga tanishtirib o'taman. Uzunligi 5,5, balandligi 2,2, eni esa 1,9. Shu holatida hozir 2 tonna chiqadi va 2,5 tonnagacha yukni ko'taradi. Kelaylik ushbu shassimizning shu skeletini tushuntirib o'taman va balonlar haqida ham gaplashamiz. FAV Tiger VR shassisi longeronli ramaga ega. Oddiy qilib aytganda bu shassi ikki kuchli rails va ularni bog'lab turuvchi mustahkamlovchilardan iborat. Bu nima beradi? Yuk kuzovga emas, aynan ramaga tushadi. Demak, rama uzoq xizmat qiladi. Kuzov o'rnatilganda o'tirib qolmaydi. Notekis yo'llarda ham konstruksiya o'zini yaxshi tutadi. Shuning uchun shassini xarid qilayotganingizda eng katta xato faqat motorni ko'rish emas, aslida pul ishlaydigan narsa bu skeleti, ya'ni ramasi. Yuk ko'tarish qobiliyati 2,5 tonna. Mana bu raqam biznes uchun eng keraklisi. 2,5 tonnagacha yuk bu shahar ichida ko'p vazifani bitta reysda hal qiladi. Masalan, bir nechta buyurtmani birlashtirasiz. Reys soni kamayadi, vaqtni va yoqilg'ini tejaysiz. Haydovchi bir kunda ko'proq ish qiladi. Natijada daromad tezroq aylanadi. Endi shassimizning asosiy qismiga o'tamiz. Tex parametrlarini birma-bir sanab o'tamiz. Buni biz dvigateldan boshlaymiz. Dvigatel, uzatma, yoqilg'i va tormoz tizimlari haqida gaplashamiz. Bu shassida Yunay 130 ot kuchi, Euro 5 standartli dvigatel o'rnatilgan. 5 pog'onali mexanika transmissiya. Shassi benzinda harakatlanadi. Bak obyomi 50 litr. Baraballi tormoz plus ABS. 130 ot kuchi shahar va shahar atrofi uchun yetarli. 5 pog'onali mexanika, oddiy, tushunarli, servisga qulay. ABS esa favqulodda tormozda sirpanishni kamaytiradi. Mashinaning nazoratini ushlab turadi. Kabina qismiga kelamiz. Xo'sh, bu yerda elektr oynali, markaziy qulf, LCD monitor. Ushbu LCD monitorda oldi va orqa kameralarida ko'rsangiz bo'ladi. Ergonomik o'rindiqlar, jahon standartlariga javob beradigan barcha funksiyalar bor. Ushbu shassimiz shahar sharoiti uchun moslashtirilgan va sepleniyasi juda ham yumshoq ishlangan. Xo'sh, kuni bo'yi ko'chada narsa tarqatib yuradigan okalar, dastavkada ishlaydiganlar uchun ham juda ham qulay. Shahar sharoitida ko'p to'xtash, yurishlar bo'ladi. O'shaning uchun sepleniya ko'p ishlagani uchun bu yerda yumshoq qilib ishlangan. Bunday komfort nima uchun kerak? Chunki haydovchi kuniga 8-10 soat rulda bo'ladi. Qulay kabina bu unumdorlik. Kamera bo'lsa, ombor hovlisida parkovkani tez qilishga yordam beradi. Tor joylarda xavfsiz va ishonchli harakatlanasiz, vaqtni tejaysiz. Xo'sh, buni kelaylik biznes nuqtai nazaridan ko'ramiz. Birinchisi bu tejamkor. Juda ham tejamkor ishlangan. FAV Tiger FAV texnikalari O'zbekistonda diler sifatida bor va shuning uchun buni servis xizmatlari ham juda ham arzon chiqadi. Bu ikki va ushbu shassini siz universal qilib ishlatsangiz bo'ladi. Barcha bizneslar uchun mos tushib ketaveradi. Endi mashinaning asosiy qismi bu narxi 269 million chiqyapti. FAV Tiger VR shassisini xohlasangiz naqdga, xohlasangiz bo'lib to'lashga ham xarid qilsangiz bo'ladi. O'ylaymanki 1 yoki 2 yilda o'zini oqlaydi. Xo'sh, agar o'sha to'lov usullarini bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamdagi aloqaga chiqing yoki izohlarda FAV so'zini yozib qoldirsangiz, biz sizga ma'lumotni beramiz. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, bitta like va podpiska bosib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'ling.